Assalomu alaykum. Keling, sizlar bilan bugun koreys tilida kelasi zamon shaklini ko'rib chiqamiz. Xo'p, kelasi zamon degani koreys tilida mi re hyong deb nomlanadi. Buni batafsil bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p. Birinchi shaklimiz bu li koyiyo yoki il koyiyo, ya'ni unli undoshiga qarab tugaydi. Fe'limizning unli yoki undosh harf bilan tugashiga qarab turib, mana bu ikki shakl qo'shiladi. Buni ma'nosi yo'q, o'zi aytib turibdiki, kelasi zamon qo'shimchasi. Bu shu joyda esda turaylik. Bizda ona tilimizda kelasi zamon deganda faqat fe'llarda tushunamiz. Bularda kelasi zamonda qaysidir ma'noda sifatlarga ham qo'shilish holati bor va sifat bilan fe'llarga bir xil mana bu shakl qo'shilib keladi. Xo'p, buni misollarda ko'rib chiqamiz. Biz o'rgandik kada degan so'zni tarjimasini aytib o'tirmaymiz. Dasini olib tashlaymiz. Bu nima edi? Moqidi. Endi bu oxirgi harfi a bo'lganligi uchun biz unliga qo'shiladigan mana bu li koyiyo degan shaklni qo'shamizda mana buni kal koyiyo degan narsani yasadik. Ya'ni bormoq degan narsadan biz boraman, ya'ni kelasi zamonda bo'ladigan ish xatti-harakatni ifoda qilyapmiz. Mokta degan so'zimiz bu yemoqida. Xuddi shunday bunga ham qo'shamiz. Oxirgi harfimiz demak k harfi ekan. Undoshlar sirasiga kiradi. Shuning uchun biz il koyiyo degan shaklda qo'shamizda mana bunday tartibda bo'lib turib, mogil koyiyo, ya'ni yemoqdan yeyman degan narsani yasab oldik. Bu juda ham oson tuzilishi. Unli undoshiga qarab qo'shamiz. Sifat bilan fe'llarga bir varakayiga qo'shib ketsak bo'ladi. Yaxshi, bu narsani yozib olgan bo'lsak, keyingi betga ketdik. Koreys tilida bir nechta endi ko'rinishlarga ega bo'ladi kelasi zamon qo'shimchasi. Yana bir shakli bu ma'noga ega, bu man degan tushunchani beradi. Ya'ni birinchi shaxslargagina ishlatsa bo'ladi. Shu joyi esda tursin. Birinchi shaxsga. Bu 2-3 shaxsga qarab ishlatib bo'lmaydi va kelasi zamon shaklini bildirib keladi. Bu ham xuddi shunday unli undoshga qarab qo'shiladi. Li keyo, il keyo degan shakllar bilan. Xo'p, buni ham misollarda ko'rib chiqamiz. O'sha kada fe'lini olaylik, moqini olib tashlaymiz va tabiiyki oxiri a bo'lganligi uchun li keyo, ya'ni unlilarga qo'shiladigan shaklni qo'shamizda kal keyo, ya'ni bu gapni aytgandan keyin odam birinchi shaxs, bu yerda men degan so'zni qo'ymasak-da garchan kal keyo dedikmi, boraman degan so'z bizga tegishli bo'layotganligini ifoda qilamiz. Undan keyin moktani ko'raylik. Moqini olib tashlaymiz va oxirgisi k qolyapti. Shuning uchun il keyo, ya'ni undoshlarga qo'shiladigan shaklni qo'shyapmiz. Undan keyin bizda nima bo'lyapti? Mogil keyo, ya'ni yeyman. Misol uchun ovqatni necha sovigandan keyin yoki bir narsa qilgandan keyin yeyman degan so'zlarni ifoda qiladigan bo'lsak, mana bu shaklda yozar ekanmiz. Buni ham yozib olamizda, keyingisiga ketdik. Yana bir shaklimiz bor. Bu ko'proq so'roqlarda keladi va shu bilan birgalikda bizda bu narsa taklif jihatidan, ya'ni suhbatdoshga nisbatan taklif ma'nosida ko'proq ishlatilinadi. Tarjimasi mizmi degan tarjimada keladi. Mizni esda tursin bolalar, ba'zida qo'shiladi, ba'zida yo'q. Mi degan tarjima bularda har doim keladi. Bu ham xuddi shunday unli undoshiga qarab qo'shiladi. Va buni misollarda ko'rib chiqaylik. O'sha yana kadani olaylik. Moqini olib tashlaymiz. Oxiri bilyapmizki, unliga demak il kayo qo'shiladi. Va natija nima bo'lyapti? Mogil kayo, yeymizmi? Misol uchun kinoteatrda kino ko'ramizmi degan so'zlarni aytadigan bo'lsak, o'shanda pul kayo deb turib, mana bu shaklda qo'shib turib, ko'ramizmi degan shaklda yasaymiz. Xo'p, keyingisi o'sha moktani olaylik. Moktada oxirini mana bu dasini olib tashlaymiz va tabiiyki bizda il kayo degan shakl qo'shiladi va natijamiz nima bo'ladi? Bogil kayo, yeymizmi degan narsa bo'ladi. Xo'p, bugun sizlar bilan kelasi zamon yasovchi qo'shimchalarning 3 ta turini ko'rib chiqdik boshlang'ichdagi. Buni uyda yaxshilab mashq qilamizda va uyga vazifa bo'ladi. Biz endi noodatiy holatda bermoqchi bo'lyapmiz. Biz ancha payt so'z yodladik, grammatikalarni o'rgandik. Endi mana bu uyga boraman yoki borasizmi degan gaplarimizni koreys tilida biz yozishlikka harakat qilib ko'ramiz. Hozirgi zamon, kelasi zamon. Mana bu joylarga yaxshilab qaraymiz. Mana biz boyagina o'rgangan narsa. Man yoki mizmi degan tushunchalar kelyapti. Va birinchida o'rgangan o'sha il koyiyo yoki li koyiyo degan shakllarni ham qo'shsak bo'laveradi. U universal, ya'ni hamma holatga to'g'ri kelib ketaveradigan grammatika hisoblanadi o'sha birinchisi. Undan keyin kino ko'raman degan so'zni
gapimizni tuzib ko'ramiz. Xuddi shunday ko'ramizmi degan so'roq shaklini ham va ovqat yeyman va yeymizmi degan narsani uyda xudo xolasa tuzib tushlab kelamiz. Yanagi darsda sizlar bilan ko'rishguncha xayr.